bugungi mavzu har bir pensioner uchun juda muhim. Ayrim ishlarni bilmasdan qilish pensiya to'lovining to'xtatilishiga, ortiqcha olingan pulni qaytarishga, hatto jarima va sud ishlari bilan bog'liq muammolarga olib kelishi mumkin. Men bugun bu barcha pensionerlar uchun taqiqlanadi deganda aynan nimani nazarda tutayotganimni oddiy tilda misollar bilan tushuntirib beraman. Chunki ko'pchilik men pensiyadaman, menga endi hech kim tegmaydi deb o'ylaydi. Aslida esa pensiya olayotgan odamning ham majburiyatlari bor. Bu ma'lumot sizning o'zingizga, ota-onangizga, bu bobolaringizga yoki yaqin qarindoshlaringizga kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki men bugun juda ko'p odamlar bilmaydigan nozik joylarni ochib beraman. Men eng avvalo bitta muhim narsani aniq aytib qo'ymoqchiman. Pensioner bo'lish bu faqat pul olish degani emas. Pensiya davlat tomonidan beriladigan ijtimoiy to'lov bo'lgani uchun uni olishda ma'lum shartlar bor. Oldin ko'p jarayonlar qog'oz hujjatlar orqali yurardi. Masalan, pensioner boshqa joyga ko'chib ketgan bo'lsa, ishga kirgan bo'lsa, chet elga uzoq muddat ketgan bo'lsa yoki oilaviy holatida o'zgarish bo'lgan bo'lsa, bu ma'lumotlarni tegishli idoralar darhol bilmasligi mumkin edi. Shuning uchun ayrimlar oylar davomida noto'g'ri to'lov olib yurardi. Keyin tekshiruv chiqqanda men bilmagan edim deb qolardi. Hozir vaziyat ancha o'zgargan. Davlat idoralari o'rtasida elektron ma'lumot almashinuvi kuchaydi. Fuqarolik holati, yashash joyi, ishga kirish, soliq, bank, notarius, migratsiya, nogironlik, vafot etish, vasiylik, oila tarkibi kabi ma'lumotlar tobora ko'proq bazalarda ko'ringan bo'lib boryapti. Bu yaxshi tomoni bilan adolatni oshiradi. Lekin pensioner uchun bitta mas'uliyatni ham kuchaytiradi. Agar siz pensiyangizga ta'sir qiladigan holatni yashirsangiz yoki vaqtida xabar bermasangiz, buni baribir keyin aniqlashlari mumkin. Ana shunda muammo yanada kattalashadi. Shuning uchun men bugun taqiqlangan narsalarni alohida tushuntiraman. Bu taqiqlar faqat qonunni buzma degan umumiy gap emas. Amalda pensionerlar ko'p duch keladigan holatlar bor. Boshqa odamning pensiyasini olish, vafot etgan qarindosh nomidan pul yechish, nogironlik yoki bo'g'uvchisini yo'qotganlik, pensiyada yolg'on ma'lumot berish, chet elga chiqib ketib xabar bermaslik. Doimiy yashash joyini o'zgartirib yashirish, hujjatlarni soxtalashtirish, bank kartasini begona odamga nazoratsiz berib qo'yish, bir vaqtning o'zida bir xil asosda ikki to'lov olishga urinish. Mana shularning har biri oddiy ko'rinadi. Lekin oqibati og'ir bo'lishi mumkin. Asosiy qism men nimalarni bilish kerak? Kim xavotir olishi kerak? Kim xavotir olmasligi kerak? Birinchi va eng muhim taqiq. Pensioner o'z pensiyasiga ta'sir qiladigan holatlarni yashirmasligi kerak. Men buni juda oddiy misolda tushuntiraman. Masalan, bir ayol boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olyapti. Unga bu pensiya farzandlari yoki o'zining muayyan holati sabab tayinlangan bo'lishi mumkin. Keyin shartlar o'zgaradi. Farzand o'qishni tugatadi. Ishga kiradi yoki belgilangan yoshdan oshadi. Agar bu holat pensiyaga ta'sir qilsa, uni yashirish mumkin emas. Baribir ozgina pul olib turaylik degan fikr keyinchalik bir necha million so'm qarzga aylanishi mumkin. Ikkinchi taqiq, vafot etgan odam nomidan pensiya olish qat'iyan mumkin emas. Bu juda ko'p uchraydigan, lekin eng xavfli holatlardan biri. Masalan, otam yanvar kuni vafot etdi, lekin uning bank kartasi o'g'lida turibdi. Fevral oyida pensiya tushdi. O'g'li esa baribir dadamning puli edi. Xarajatlarga ishlataman deb bankomatdan yechdi. Ko'pchilik buni jinoyat deb o'ylamaydi. Ammo qonuniy tomondan qaraganda vafotdan keyin tushgan pulni kim va qanday tartibda olishi alohida masala. Uni yashirincha yechib olish, keyin qaytarish majburiyati, nizoli vaziyat yoki huquqiy javobgarlikka olib kelishi mumkin. To'g'ri yo'l: vafot holatini rasmiylashtirish, tegishli idoraga xabar berish, meros yoki dafn puli bilan bog'liq tartibni qonuniy so'rash. Uchinchi taqiq, soxta hujjat bilan pensiya olish. Bu yerda gap faqat butunlay qalbaki hujjat yasash haqida emas. Ba'zan odamlar ish staji, ish haqi, nogironlik, qaramog'idagi shaxslar o'qish ma'lumotnomasi yoki yashash joyi bo'yicha noto'g'ri ma'lumot kiritib yuboradi. Masalan, kimdir menga yana 3 yil staj qo'shib bersangiz, pensiyam ko'payadi deb tanishi orqali soxta ma'lumotnoma qiladi. Dastlab pensiyasi 200 ming so'mga o'sishi mumkin. Lekin 2 yil o'tgach tekshiruvda aniqlansa, 24 oy uchun ortiqcha olingan 4 million 800 ming so'mni qaytarishga to'g'ri keladi. Bundan tashqari hujjat soxtaligi bo'yicha alohida masala ko'tarilishi mumkin. Shuning uchun men doimo aytaman.
Pensiyani ko'paytirishning eng xavfsiz yo'li faqat qonuniy hujjatlarni topish va tiklashdir. 4-taqiq. Bir xil asos bo'yicha 2 marta pul olishga urinish. Ba'zi pensionerlar agar bitta idoradan pensiya olsam, yana boshqa yordamni ham olsam bo'ladimi deb so'rashadi. Aslida hamma yordam taqiqlangan emas. Masalan, ayrim ijtimoiy nafaqalar, kompensatsiyalar, subsidiya yoki moddiy yordamlar shartlariga qarab berilishi mumkin. Lekin bir xil holat uchun 2 marta to'lov olish mumkin bo'lmagan vaziyatlar bor. Masalan, bir odam bir joyda nogironlik bo'yicha to'lov oladi. Boshqa joyda esa o'sha asosni yashirib, yana boshqa turdagi to'lovga ariza beradi. Agar tizim buni aniqlasa, ortiqcha to'lov qaytariladi. Shuning uchun xavotir olishi kerak bo'lganlar bir nechta to'lov olayotgan, hujjatlari eski, shartlari o'zgargan, farzandi o'qishni tugatgan, o'zi ishga kirgan yoki yashash joyi o'zgargan pensionerlardir. 5-taqiq. Bank kartasini begona odamga to'liq ishonib berib qo'yish. Qonuniy vakil, ishonchnoma yoki yaqin qarindosh yordami boshqa masala. Lekin amalda men shunday holatlarni ko'p ko'raman. Pensionerning kartasi qo'shnida, qarindoshda yoki yordam beraman degan odamda turadi. Pensioner pul tushganini ham bilmaydi, yechilganini ham bilmaydi. Keyin qarz chiqadi, kredit rasmiylashtiriladi, SMS kelmaydi, PIN kod hammaga ma'lum bo'ladi. Siz pensioner bo'lsangiz, o'z kartangizni, PIN kodingizni telefon raqamingizga keladigan kodlarni hech kimga bermang. Agar sog'lig'ingiz sabab bankka bora olmasangiz, qonuniy ishonchnoma rasmiylashtiring. Og'zaki kelishuv sizni himoya qilmaydi. Kim xavotir olmasligi kerak? Agar siz pensiyangizni qonuniy tayinlatgan bo'lsangiz, ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, ishga kirganingiz, ko'chganingiz, oilaviy yoki sog'liq holatingizdagi o'zgarishlarni vaqtida bildirgan bo'lsangiz, qo'rqishingiz shart emas. Pensiya olishning o'zi taqiqlangan emas. Pensionerning ishlashi ham hamma holatda taqiqlangan emas. Bu yerda gap yashirish, noto'g'ri ma'lumot berish, boshqa odam nomidan pul olish va shartlar o'zgarganini bildirmaslik haqida ketyapti. Keling, bir nechta hayotiy vaziyatni raqamlar bilan ko'rib chiqamiz. Birinchi misol, Mahmud aka yoshga doir pensiya oladi. Pensiyasi 2.300.000 so'm. U ishga kiradi va rasmiy oylik oladi. Yoshga doir pensiyada ishlashning o'z ko'picha muammo emas, lekin ayrim qo'shimcha to'lovlar yoki imtiyozlar ish holatiga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar Mahmud aka qandaydir kompensatsiya yoki kam ta'minlanganlik bo'yicha yordam olayotgan bo'lsa, rasmiy daromad bu yordamga ta'sir qilishi mumkin. Demak, u pensiyamni olaveraman deb xotirjam bo'lishi mumkin. Lekin qo'shimcha to'lovlar bo'yicha shartlarni tekshirtirishi kerak. Ikkinchi misol, Nargiz opa nogironlik pensiyasi oladi. Keyin tibbiy ko'rik muddati keladi, lekin u bormaydi. Avval tayinlangan-ku, davom etaveradi deb o'ylaydi. Nogironlik guruhi muddatli bo'lsa, qayta ko'rikdan o'tish juda muhim. Aks holda to'lov to'xtashi yoki hujjatlar qayta rasmiylashtirilmaguncha kechikishi mumkin. Agar sog'lig'i og'ir bo'lsa, uyda ko'rik yoki vakil orqali murojaat tartibi bor yo'qligini so'rashi kerak. Muammo shundaki, odamlar muddati o'tgan hujjat bilan yillar davomida hammasi avtomatik davom etadi deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri. 3-misol, Sobir akaning onasi vafot etadi. Ona pensiyani karta orqali olgan. Karta o'g'lida bo'lgan. O'limdan keyin oy o'tib kartaga 1.700.000 so'm tushadi. Sobir aka bu pulni yechib, marosim xarajatlariga ishlatadi. Keyin idoradan xat keladi. Ortiqcha to'lovni qaytaring. Sobir aka men yomon niyatda qilmaganman deydi. Niyat boshqa, tartib boshqa. Agar dafn uchun yordam puli, meros yoki oxirgi to'lov masalasi bo'lsa, uni qonuniy tartibda so'rash kerak. Kartadan shunchaki yechish eng xavfli yo'l. Endi eng ko'p chalkashadigan masalalarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, hamma o'zgarish pensiyani to'xtatmaydi. Lekin ko'pchilik qaysi o'zgarish ta'sir qilishini bilmaydi. Masalan, yoshga doir pensiya olayotgan odam boshqa tumanga ko'chsa, bu uning pensiya huquqini yo'q qilmaydi. Lekin pensiya to'lovini yetkazish, bank, manzil, ro'yxat, mahalla yoki boshqa ijtimoiy xizmatlar bo'yicha ma'lumotni yangilash kerak bo'lishi mumkin. Agar manzil eski qolsa, muhim xabarnomalar sizga yetib bormaydi. Keyin menga hech kim aytmadi deyish qiyin bo'ladi. Ikkinchi nozik jihat. Ishonchnoma bilan pensiya olish mumkin. Lekin ishonchnoma ham mas'uliyat talab qiladi. Agar pensioner o'zi yura olmasa, farzandiga yoki ishonchli odamga vakolat berishi mumkin. Lekin bu hujjat rasmiy bo'lishi, muddati, vakolat doirasi aniq ko'rsatilishi kerak. Onam aytdilar, otam ro'zlar. Hamma biladi degan gaplar bank yoki davlat idorasi uchun yetarli bo'lmasligi mumkin. Ayniqsa, pensionerning aqliy holati, sog'lig'i, vasiylik masalasi bo'lsa,
Bular juda ehtiyotkorlik bilan rasmiylashtiriladi. Uchinchi nozik jihat, pensioner chet elga chiqsa nima bo'ladi? Bu savol juda ko'p beriladi. Chet elga vaqtincha borishning o'zi har doim pensiyadan mahrum qiladi degani emas. Lekin uzoq muddatli yashash, doimiy ko'chib ketish, fuqarolik yoki rezidentlik holati, bank kartadan pul yechish tartibi, shaxsni tasdiqlash kabi masalalar pensiya to'loviga ta'sir qilishi mumkin. Agar pensioner 6 oy, 1 yil yoki undan ko'proq muddat chet elda bo'lishni rejalashtirsa, ketishdan oldin pensiya jamg'armasi bo'limidan yozma yoki rasmiy tushuntirish olgani yaxshi. Chunki keyin Moskvadan turib hujjat to'g'irlash juda qiyin bo'ladi. 4-nozik jihat. Men bilmagan edim. Har doim ham javobgarlikdan ozod qilmaydi. Bu juda muhim. Davlat to'lovlarida ortiqcha pul tushgan bo'lsa, ko'pincha uni qaytarish talab qilinadi. Siz aldash niyatida bo'lmasangiz ham. Pul sizga asossiz to'langan bo'lsa, qaytarish masalasi chiqadi. Masalan, 12 oy davomida har oy 500 ming so'mdan ortiqcha to'lov bo'lsa, jami 6 million so'm bo'ladi. Bir qarashda oyga 500 ming katta ko'rinmasligi mumkin. Lekin yig'ilganda pensioner uchun og'ir qarzga aylanadi. 5-nozik jihat. Qo'shimcha imtiyozlar pensiyadan alohida tekshiriladi. Masalan, kommunal to'lov bo'yicha yordam, dori-darmon uchun kompensatsiya, sanatoriy yo'llanmasi. Nogironlik bo'yicha texnik vositalar, uy-joy subsidiya yoki moddiy yordamlar. Pensioner bularni olayotganda daromad, oila tarkibi, nogironlik guruhi, tibbiy xulosa, manzil kabi ma'lumotlar to'g'ri bo'lishi kerak. Agar bu ma'lumotlar o'zgarsa, faqat pensiya emas, qo'shimcha imtiyozlar ham qayta ko'rib chiqilishi mumkin. 6-nozik jihat. Qarindoshlar pensioner nomidan qaror qabul qila olmaydi. Ko'p oilalarda bu tushunmaydi. Men o'zim hal qilaman degan holat bor. Agar bu yoki bobo huquqiy layoqatga ega bo'lsa, ularning roziligisiz kartani ishlatish, ariza berish, pul yechish, telefon raqamini almashtirish, kredit olish. Onlayn xizmatlarga kirish mutlaqo noto'g'ri. Agar pensioner haqiqatdan ham o'z ish yurita olmasa, vasiylik, homiylik yoki ishonchnoma qonuniy rasmiylashtirilishi kerak. Amaliy maslahatlar, nima qilish kerak, qayerga borish kerak, qanday hujjat yig'ish kerak, endi men sizga aniq harakatlar rejasini beraman. Birinchi qadam. Pensiyangiz qaysi asosda tayinlanganini aniqlang. Yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki boshqa turdagi to'lovmi? Har birining sharti boshqacha. Agar siz faqat pensiya olaman deb umumiy bilsangiz, bu yetarli emas. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga borib, pensiya ishingiz bo'yicha ma'lumot so'rang. Qaysi hujjatlar asos bo'lgan, qanday qo'shimchalar bor, qayta ko'rik muddati bormi, qo'shimcha to'lovlar nimaga bog'liq, shularni aniqlashtiring. Ikkinchi qadam. O'zgarishlar ro'yxatini tekshiring. Oxirgi 1 yil ichida sizda nimalar o'zgardi? Ishga kirdingizmi? Ishdan chiqdingizmi? Boshqa tumanga ko'chdingizmi? Chet elga uzoq muddat bordingizmi? Nogironlik bo'yicha qayta ko'rik muddati keldimi? Farzandingiz o'qishni tugatdimi? Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasiga ta'sir qiladigan oila holati o'zgardimi? Bank kartangizni boshqa odam ishlatyaptimi? Telefon raqamingiz o'zgarganmi? Mana shu savollarga halol javob bering. Agar bittasida ham bo'lsa, tegishli idoraga murojaat qiling. 3-qadam, hujjatlarni tartibga keltiring. Odatda sizga pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya bo'yicha ma'lumot, bank rekvizitlari, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, mehnat daftarchasi yoki stajni tasdiqlovchi hujjatlar, tibbiy xulosa, nogironlik bo'yicha hujjat, o'qish ma'lumotnomasi, oila tarkibi bo'yicha hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Har bir holatda ro'yxat farq qiladi. Shuning uchun idoraga borishdan oldin telefon orqali yoki rasmiy saytlar orqali aniqlab oling. Hujjat topshirganda albatta kirim raqami, ariza nusxasi yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi oling. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. 4-qadam, agar ortiqcha to'lov bo'yicha xat olsangiz, vahimaga tushmang, lekin befarq ham bo'lmang. Birinchi navbatda yozma hisob-kitobni so'rang. Qaysi oylar uchun qancha summa, qaysi asosga ko'ra ortiqcha deb topilgan. Keyin o'sha davrga oid hujjatlaringizni yig'ing. Agar idora xato qilgan bo'lsa, e'tiroz yozing. Agar haqiqatan ortiqcha olingan bo'lsa, bo'lib qaytarish tartibini so'rang. Hech qachon xatni javobsiz qoldirmang. Javobsiz qoldirgan masala keyin majburiy undirishga aylanib ketishi mumkin. 5-qadam. Kartangiz va telefoningiz xavfsizligini ta'minlang. PIN kodni hech kimga aytmang. Bank ilovasiga kirish parolini bermang. SMS kodini aytmang. Agar kartangiz farzandingizda bo'lsa ham, har oy qancha pul tushganini va qancha yechilganini bilib boring. Imkon bo'lsa,
bankdan SMS xabarnoma ulang. Agar telefon raqami eski bo'lsa yoki boshqa odam nomida bo'lsa, uni tartibga keltiring. Chunki bugungi kunda pensiya bilan bog'liq ko'p xizmatlar telefon raqami va bank tizimiga bog'lanib boryapti. 6-qadam. Vafot holatida to'g'ri yo'l tuting. Agar oilada pensioner vafot etsa, uning kartasidan pul yechishga shoshilmang. Avval o'lim haqidagi guvohnomani oling, tegishli pensiya jamg'armasi bo'limiga xabar bering. Dafn puli yoki olinmay qolgan pensiya bo'yicha qonuniy tartibni so'rang. Agar kartaga pul tushgan bo'lsa, uni o'zboshimchalik bilan ishlatishdan oldin idoradan aniqlashtiring. Bu sizni keyingi nizolardan himoya qiladi. 7-qadam. Agar shubhangiz bo'lsa, yozma maslahat oling. Men har doim pensionerlarga shuni tavsiya qilaman. Murakkab vaziyatda og'zaki javob bilan kifoyalanmang. Masalan, men chet elga X oyga ketyapman, pensiyamga ta'sir qiladimi? Men ishga kirdim, qo'shimcha to'lovim saqlanadimi? Farzandim o'qishni tugatdi, boquvchisini yo'qotganlik to'lovi davom etadimi? Kabi savollarni yozma ravishda bering. Javobni saqlab qo'ying. Keyin kelishmovchilik bo'lsa, sizda dalil bo'ladi. 8-qadam. Eski staj va hujjatlaringizni qonuniy tiklang. Agar pensiyangiz kam chiqayotgan bo'lsa, ko'pchilik tez yo'l izlaydi. Lekin soxta ma'lumotnoma eng xavfli yo'l. To'g'ri yo'l arxivga murojaat qilish, sobiq ish joyini topish, buyruqlar nusxasini olish, ish haqi ma'lumotnomalarni tiklash, guvohlar yoki sud tartibi kerak bo'lsa qonuniy yo'l bilan tasdiqlash. Bu uzoqroq bo'lishi mumkin, lekin xavfsiz. Pensiyani oshirish uchun yolg'on hujjat ishlatish keyin butun pensiya ishingizni shubha ostiga qo'yadi. Demak, bugungi mavzuning asosiy mazmuni shunday. Pensionerlarga pensiya olish taqiqlanmagan. Ishlash ham har doim taqiqlanmagan. Yordam so'rash ham taqiqlanmagan. Lekin pensiya ta'sir qiladigan holatlarni yashirish, soxta hujjat berish, vafot etgan odam nomidan pul olish, bir xil asosda 2 marta to'lov olishga urinish. Bank kartasi va SMS kodlarni begonalarga berish, qayta ko'rik yoki hujjat muddatlarini e'tiborsiz qoldirish juda xavfli va amalda taqiqlangan harakatlardir. Men sizdan iltimos qilaman, agar oilangizda pensioner bo'lsa, bu ma'lumotni ularga tushuntiring. Bugun bitta hujjatni tekshirish ertaga millionlab so'm qarzdan saqlab qolishi mumkin. Agar sizda shunday vaziyat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Pensiya to'xtaganmi, ortiqcha to'lov so'rashganmi? Chet elga ketish yoki ishga kirish bo'yicha savolingiz bormi? Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarni alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu mavzu har bir xonadonga tegishli.